yashovchi qirollik. Endi qayoqqa? Shoshmay tur. Shahzoda. Shahzoda qani? Shahzoda! Shahzoda! Qanisan? Bu yo'l haqiqatan ham qasringga olib boradimi? Haligi men tekshirib kelaman. Tekshirib? To'xta. Bilasanmi nimani aniqladik? Seni onang meni rafiqam ekan, qirolicha. Ha, u barchani maftun qiladigan sohib jamol edi. Men ham ishqida ado bo'lgandim. Hatto aql hushimni yo'qotgandim. Menga tegishga rozi bo'lganda quloqlarimga ishonmagandim. Ha, boshqalar bilan ham ilakishib yurishini bilardim. U hatto buni yashirmasdi. Bilaman, bu senga yoqmaydi. Onang bo'lgani uchun uni hammadan yaxshi bo'lishini xohlaysan, lekin u bizni osonlikcha tashlab ketdi. Lekin men bunga ishona olmayman. Voy la'nati, biz adashdik. Necha soatdan beri bir joyda aylanib yuribmiz. O'char. Qaranglar. Men ajina emasman. Sizlarga yordam kerakmi? Menga ham. O'z aravangni o'zing tort. Qanday jinuri bizga yordam bermoqchi bo'lyapsan? O'zlaringiz hech qachon ularni topolmaysizlar. Balki toparmiz. Sen qayerdan bilasan? Agar biz ularni topa olmasak, bu alamli, sharmandali bo'ladi. Biz trollarmiz, eng jasur maxluqlarmiz. Men ularni topa olaman. Lekin yolg'iz o'zim topishim gumon. Nima qilamiz? O'ylab ko'ramizmi? Yo'q, bizdan nima istaysan? Hamkorlikni. Shahzoda! U mening tug'ilishimni istamaganmidi? Hammasiga o'zim aybdorman. Ularni eshityapman. Uchovlon qirollik chegarasiga yetib kelishibdi. Men u ketgan oqshomni eslolmayman, ammo ertangi tong yodimda. Siz meni ovqatlantirmoqchi bo'ldingiz, lekin hech narsani topolmagandingiz. Men buvingga qo'ng'iroq qilib senga qarab turishini so'radim, chunki ishga ketishim kerak edi. U menga o'ynab o'tirishini qara, hammasi joyida bo'ladi dedi. Seni 3 ta o'yinchoq ayiqlaring bor edi. Bir kuni ulardan birini olib, burchakka turg'izib qo'yding va unga qarab, sen endi yolg'iz yashaysan deding. Uni qaytib kelar deb o'yladim. Chunki hamma narsasini qoldirib ketganda, ayniqsa ko'ylaklarini jonidan ortiq ko'rardi. Men ko'pincha uning xonasiga kirib, kiyimlaridan xabar olib turardim. Keyin esa siz ularni chiqarib tashlash kerak dedingiz. Oyimning kiyimlarini taxlar ekanman. Menga atalgan biron xat topilishidan umid qilardim. Unda oyimning meni yaxshi ko'rishi, uydan ketib qolishining sabablari yozilgan bo'lishi kerak edi. Tushunyapsizmi, dada? Men hanuzgacha osmonlarga qarab, 7 yoshimda onam meni tashlab ketgan deb baqirgim keladi. Go'yo u hammasiga nuqta qo'yadigandek. Men onamni qo'msayman va nafratlanaman. Menga onam yetishmayapti. Go'yo men bir halokatga uchraganman u hech kim najotga kelmayotgandek. Men doim hayotim ertakka aylanib qolishini orzu qilardim. Oxir oqibat shunday bo'ldi ham. Dada, dada.
Ha, otamizning qotili. La'nati. Shoshmanglar. Mana, yana nima? Malika uni so'roq qilgandan keyingina biz uni o'ldiramiz. Oy. A'lo hazrat, uyg'oning. Nonishtami? Tobingiz qochdimi, hazratim? Nima gap o'zi? On hazrat, meni ismim nima? Men sizni tug'ilgan vaqtingizdan beri bilaman, ammo siz esa men haqimda tasavvurga ham ega emassiz. Men oddiy laycha itman, kichkina kuchukchaman. Uyga ketkim kelyapti. To'rt oyoqlab yurishni xohlayman. Iltimos menga yordam bering. Men baxtiqaro itman. Bu yer menga begona. Yordam bering, iltimos. Jodugarlik. Ko'nglim sezib turuvdi. Tezda xabar berish kerak. O'rningdan tur. Keyin nimaga qodirligimizni ko'rsatadigan vaqt keldi. Birodarlarim, omadimiz uchun. Qani? Qani oldik. Dada, uyg'oning. Nima? Ovchi uxlayapti. Qochishga urinib ko'rish kerak. Biz kishallab qo'yilganmiz. Oyog'imiz ham. Aravadan tushib qolamiz. Voy! Bizni hech kim ko'rmayapti. Bo'la qoling. Biz axir chorasizmiz. Bundan tashqari shahzoda nima bo'ladi? Qochinglar, xo'jayin, qochinglar. Qochinglar. Hozir o'ylab o'tiradigan vaqt emas. Tayyormisiz? Yaxshi. 1, 2, 3. Xo'sh, aytchi. Qutulish rejasining ikkinchi qismi nimadan iborat? Bugundan boshlab mening shaxsiy farmoyishimsiz qasrni tark etish hech kimga ruxsat etilmaydi. Har qanday savollarga shahzoda qaytib kelgan va sog' salomat yuribdi deb javob qaytarilsin. Agar men biron yig'vo yoki birgina shubhali shama bo'layotganini eshitsam, ko'z oldingizda farzandlaringizni nobud qilaman. Bugun men barcha 9 ta qirollikning shahanshohlariga va oliy ruhoniylariga chopar jo'nataman. Ularni toj kiydirish marosimiga taklif etaman. Valiahd Vendel sharafiga beriladigan ziyofat belgilangan reja asosida boradi. Faqat bitta istisno bor. Barcha mehmonlarni o'ldiramiz. Tushunmadim. Agar baribir qasrga qarab yo'l oladigan bo'lsak, qochishning nima hojati bor edi? Qarang. Bu qisqa yo'l ekan. To'xta, nega bitta yo'l 39 chaqirim, bunisi esa bor yo'g'i 10 chaqirim? Bunisi manzaraliroq bo'lsa kerak-da. Gap shundaki, bittasi xavfsiz bo'lgani uchun uzunroq. Qara, u yoqda daraxtlar, maysazorlar, bu yerdachi. Voy, tuzukroq qara, to'g'ri yo'l tanlaganimizga ishonching komilmi? Bu yo'l izvoshga mo'ljallanmagan xolos. Ajal botqog'i. Voy, bu balchiqlar bizni yutib yubormasa edi. Ha. G'alati ohang eshitgandekman. Bu nima bo'ldi ekan? Sizga shunday tuyulayotgandir. Yo'q, qo'shiqni so'zlari ham tanish.
Qandaydir hayvon uvillayotgandir-da. Hayvonga balo bormi? Bayram chiroqlari o'chgani hamon zulmat seni tortar ajaling tomon. Falokatga yo'liqmasdan ortga qayta qolaylik. Ha. Lekin eski qo'shiqlarda joziba kuchli. Yuraver. Ha, eski qo'shiqlarda joziba kuchli-da. Bu qanaqa nur bo'ldi? Tilla qo'ng'izlarga o'xshamaydi. Wow. Kimsizlar? O'zingiz kimsizlar? Odamlar botqoqlikdan o'tib ketamiz deb o'ylashadi. Oqibatda balchiq yalmog'iziga yem bo'ladilar. Balchiq yalmog'izi? Buning uchun sizlar 3 ta qoidaga rioya qilishingizga to'g'ri keladi. Suv ichmaslik, Sehrli qo'ziqorlarni yemaslik. va zinhor uxlamaslik kerak. Dada, yuring keta qolaylik. Qaranglar, ular kishanlangan ekanlar. Bu ahvolda ular qiynalib qolishadi. Sizlarni ajratib beraylikmi? Ha. Eplay olmaysizlar. Bo'pti. Yo'q, men eplayman. Yo'q, meni navbatim bugun. Ularni rostdan ham ajrata olasizlarmi? Juda zo'r-ku. Qara endi. Dada, Endi biz Virginia. qayerdasiz? Hoy! Biz bir-birimizdan judo qilinglar deganimiz yo'q-ku. Virginia. Yaqinlashma. Yo'qsa qozonga solib dimlama qilib Balchiq alvastisi. Botqoq yalmog'izini tinchini buzishga kim jur'at etdi? Iltimos g'azablanma, men shunchaki cho'chqa yong'oq. Salom. Yaxshimisan? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Oynani topdinglarmi? Yo'q, unisi chil-chil bo'ldi. Biz endi boshqa ko'zga izlayapmiz. Yaqin o'rtada dadamga ko'zing tushmadimi? Shu atrofdan o'tmadimi yoningdan? Ko'rmadim. Uyga kir. Sho'rva qaynatamiz. Rahmat. Rahmat. Men alvastiga duch keldimmi deb qo'rqib ketdim. Yalmog'iz allaqachon o'lib ketgan. Bu yer juda menbob joy ekan. Hech kim bezovta qilmaydi. U o'zi kim bo'lgan? Kim bo'lgan deysanmi? Uni hamma biladi-ku. Hamma emas. Oppog'i haqida eshitganmisan? Ozgina eshitganman. Shu balchiq yalmog'idir. U o'gay ona. U oppog'ini o'ldirmoqchi edi. Keyin qizdirilgan boshmoq kiyib raqsga tushishga shu yerga kelib yashashgan. Qasos rejalarini tuza boshlagan, ammo juda zaif edi. Shunda o'zi uchun o'ch oladigan odamni topdi. U o'zi kim edi? Balchiq yalmog'izi xuddi shu yerda, yerto'laga ko'milgan. Yoniga tushganda o'zidan so'ra. Balki sen izlagan narsa ham shu yerdadir. Nimani nazarda tutyapsan? Shunchaki aytdim qo'ydimda, butun 9 ta qirollikni bor oltinlarini to'plab bersa ham, men u yoqqa tushmayman. Onam shu yerga kelgan. Ko'nglim sezyapti. To'xtanglar!
Adashib qoldingmi, bolaginam? Adashib qoldingmi? Kel, senga yo'lni o'zim ko'rsataman. Kela qol. Ortimdan yur. Hasratlaringni unutasan. Umrbod unutasan. Ko'ryapsanmi? Men o'lib boryapman. Ammo men boshlagan ish tugagani yo'q. Oppog'oyni nasli qurigani yo'q. Sen bu ishni oxiriga yetkazasan. Butun kuch-quvvatim senga o'tadi. Zaharlangan taroq uni mahv etishingda senga yordam beradi. Sen uni qabrdan topasan. Ikkilanmasdan harakat qil. Sen notavonsan, u seni halok qiladi. Hoy! Quymoq yeydiganlar bormi? Hamma narsa tayyor ekan. To'g'ri boraverasan-da. Chiqindi to'dasidan chapga burilasan. Vassalom. 10 daqiqalik yo'l. Yaxshi. Ish qilib otamni topsam bo'ldi. U orolchada uxlab yotgan bo'lishi kerak. Hamma o'sha yerdan o'tadi, hatto sen ham. Bo'pti. Rahmat. Bu yerda qolib ketmasang edi. Quymoqni hech narsasiz yeb bo'larkanmi? Ozgina zambir xo'sh qo'ya qol. Yo'q, bolajonlar, sizlarni yeydigan ahmoqi yo'q. Bizni tanovul qil demayapmiz. Orqangdagi qo'ziqorlarni qara. Qaragin. Kedidan rostakamga o'xshaydi. Albatta haqiqiy qo'ziqorin quymoq bob narsa-ku. Yo'q, meni alday olmaysizlar. Zamburug'li quymoq. Bu yoqda botqoq suvi, ozgina uyqu, ana rohat. Avrashni bas qilinglar. Ozgina suv ichib olsang-chi, tomog'ing qaqrab ketdi-ku. Baliq suvini o'lsam ham ichmayman. Suvimiz sal loyqaroq bo'lsa ham kishini shunaqa tetik qiladiki, osmonlarga parvoz qilganingni bilmay qolasan. Qoyilmi? Dada. Dada. Ha, salom. Salom. Sizni hech qachon ko'ra olmayman deb o'yladim. Quymoq yeysanmi? Ish qilib botqoq suvini ichib qo'ymadingizmi? Albatta yo'q-da. Keta qolaylik. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Ha, meniki ham. Orolchada biroz o'tiramiz-u, keyin ketamiz. Mayli. Faqat uxlab qolmaylik. Xo'p, uxlamaymiz. Biram hidi zo'r. Mazasiga gap yo'q. Zamburug'lar ham yoqimli ekan. Dada, nima qilyapsiz? Nima? Shu gapni sen aytyapsanmi o'zingcha? Nima? 3 martalab ichib olding-ku.
3 marta. Ha, kamida 3 ta. Otki. Mayli, bo'pti. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Ha, gap bundoq. Men ozgina mizg'ib olaman. Lekin sen uxlab qolmagin qizim, xo'pmi? Men ozgina mizg'ib olaman. Mana bunday qilib. One of 16 best years. We are heading for the coast. Virginia, ko'zingni och. Uyg'on, Virginia! Oyijon. Hammasi yaxshi. Bu shunchaki tush edi. Ertaga aytib bering. Yaxshi. Qadim o'tgan zamonda o'rmon chetida chiroyli qizcha yashagan ekan. Onasi unga o'rmon ichiga yolg'iz kirmaslikni tayinlabdi. Bilasanmi keyin nima bo'libdi? Yo'q. U baribir o'rmonga kirib, yovuz maxluqqa duch kelib qolibdi va o'libdi. Odamlar u qizchadan qutulib, murod maqsadlariga yetishibdi va uzoq umr ko'rishibdi. Virginia, qayerdasan? Qirol Tony eshitadi. Dada, bu menman. Men uzoqqa ketyapman. Sizga somsa pishirib qo'ydim. Ularni o'zingiz isitib olishini eplarsiz, a? Onangga o'xshab meni tashlab ketyapsanmi? To'xta. Sen meni malikamsan-ku. Seni sog'inib qolaman. 7 yoshli o'g'lim ham bor. Uni tarbiyalashim kerak. Tushunyapsanmi? O'g'illi bo'lganingizda xursandman. Shoyat endi baxtli bo'lsangiz. Qizim, uyg'on, keyin kech bo'ladi. Voy, bu yana nimasi? Chiroqchini chaqiringlar. Nima bo'lyapti o'zi? Chiroqni yoqinglar. Qirol qorong'ida o'tirmaydi-ku. Chiroqni yoqing deyapman. Oh, Virginia, uyg'on. Qani? Oh, Tony, ko'zingni och. Tony, uyg'on. Hamma chiroqlar o'chib qopti-ku. Endi hech qachon olma yemayman. O'lib qolay dedim-a. Bora, bizni qanday topding? Oh, Virginia, seni uzoq vaqt qidirdim. Xayriyat. Qayerda eding? O'sha Shirin Bo'salar shahridan ketganingdan keyin. Shirin Bo'salar shahridan so'ng xayol surib izg'ib yurdim. Yaqinda esa izingni topdim. Qanday qilib? Axir biz tog' orasidan o'tdik-ku. Virginia, men seni deb zamon orqali o'tishga ham tayyorman. O'zgarib ketibsan. Ikkimiz ham o'zgarganmiz. Men seni quvib yubormoqchi emasdim. Hammasi shunchalik
tez yuz berdiki, sen menga juda yoqasan. Gapim rost. Axir Seni ranjitmoqchi emasdim. Yaxshi ko'rib qolganman shekilli. Seni uzoq vaqt kutdim. Zindondagi kunlar uzoq zerikarli kechdi. Yoz kunlari bir hovuchgina nur zindon devorlariga tushardi. Yoz faslini shunday qo'msardimki, har safar devorda oftob aksini ko'rsam, yana bir yilimni besamar ketganini anglardim. Hammasi tugagach, seni mo'jazgina qutichaga solib qo'yaman. Yetti buklangan holda alamingdan gezarri bo'lasan. Uni qayerdan tutding? 15 chaqirimcha naridan. Yaqindan degan. Sheriklari qani? Biz ularni o'ldirdik. Yolg'onchi! Ovsar! Biz axir g'irt kallavaramlarimizda hazrati oliyalari. Lekin kuchukni tutib keldik. Tentaklar. It uncha qo'rqinchli emas. Menga asosiy xatar bu o'sha qaz. Bu yoqqa kelinglar. Qani? Oh, bu yoqqa, tezroq. Sayohatimiz poyoniga yetdi. Vendelning qasri ko'zga o'sha yerda. Uyga qaytish imkoniyatimiz ham. ozgina dam olaylik. Men suv olib kelaman. Hozir o'tinga kim boradi? Men boraman. Birga boramiz. Virginia, senga bir iltimosim bor. Nazarimda bunga haqliman. Chunki seni ko'p qutqarganman. To'g'rimi? Men senga o'z roziligimni beraman. Oh, qanday soz. Men seni shunday sevamanki. Men ham. Oh, juda yaxshi. Sen o'rmonga yashirinasan, men esa ko'zimni yumaman. Nima? Men o'girilib turaman va ko'zimni yumib 100 gacha sanayman. Jiddiy aytyapsanmi? G'irrom qilmay o'ynaymiz. Chin so'zim, rost, chin so'zim. Qo'ysangchi bema'ni gaplarni. Xo'p, deya qol. Men tez sanashim mumkin, lekin halol o'ynayman, aytib qo'yay. Sen bilan bekinmachoq o'ynab yurmoqchi emasman. Yo'q dema, bo'pti. Sanayapman. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 72, 73, 74, 99, 100. Qolgani puch. Izlashni boshladim. Ketdim orqangdan. Omadimiz bor ekan. Toj kiyish marosimi sichqonlarning 785-avlodi davriga to'g'ri keldi. Marosimni ko'rishga ishtiyoqmandman-da. Valya, Venderni karavot tagida g'unjanak bo'lib yotganini ko'rdim. O'g'ir jinni-yu jinni.
Bo'lishi mumkin emas. Asabiylashayotgan bo'lsa kerak yoki bizga o'xshab mushukdan qo'rqarmikin-a? Aytishlaricha, ziyofatga malika yetim qiz ham tashrif buyurar ekan. Kim biladi, u 200 yosh, u haqida har xil gaplar. Ilgarigi go'zalligidan asar ham qolmaganligi uchun odamlarga ko'rina olmas ekan. O, hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Voy, Qochdik. Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Bu qirol, karamzor qiroli. Ko'rinishidan xali bardam. U esa sovg'alar. Ular Vendel qarorgohiga toj kiydirish marosimiga ketishyapti. Yuringlar, ketdik. To'xta. Nima uchun to'g'ri yo'ldan bormayapmiz? E'tiboringiz uchun Shahzoda Vendel saroyini malika boshqaryapti. Soqchilar uning ko'zlari. Bu yerda hech kimga ishonib bo'lmaydi. Bo'ra, Nima? senga muhim narsani aytishim kerak. Xo'sh, Qirolicha, nima? menimcha, u mening onam. Seni ko'rganim zahoti bilganman. Islaring bir xil. Xo'sh, endi nima qilamiz? Qorong'u tushishini kutib, qasrga kirib olamiz. Kun bo'yi shu yerda o'tiramizmi? Uxlaymiz. Ehtiroslar holdan toydiradi. Shunday emasmi? Shunday. Nima bo'lyapti, tushunmadim. Shahzoda Vendel huzuriga xush kelibsiz, hazrat oliyalari. Nima gap? Sichqonlar ularni ko'rishmabdi. Agar paydo bo'lib qolishsa, nima qilishni buyurasiz? Ular xavfdan xoli ekanliklariga ishonch hosil qilgach mehmonlarga aralashib ketadilar. Buyuringlar, ziyofatni boshlashsin. Xo'p bo'ladi, qirolicham. Qaranglar. Omadimiz keldi shekilli. Nimani aytyapsan? Agar shu yerdan sho'ng'isak, qasrdan chiqishimiz mumkin. Qayerda? Tavakkaliga ish qilayotganligini ko'nglim sezayapti. Ortimdan olg'a. To'xta. Men qasrni qayerdan chiqishni bilmasdan tavakkaliga o'lib ketmoqchi emasman. Qaytmayapti. Chiqadigan joyni topdi shekilli. Agar cho'kib ketgan bo'lsa-chi? Virginia, tentaklik qilma. Shura qoling. Yo'q, Virginia, to'xta deyapman. Barakalla. Qani? Juda soz. Kel, yordam beraman. Omon qolmayman deb o'yladim. Yaxshi. Uddalading, qoyil. Otam qani? Men bilmasam. Qani siz, dadajon? Shu yeri juda tor ekan. Asosiysi to'xtab qolmaslik. Chiqa qol, Toni. Men sho'ng'iyman. Yo. Qani san, Toni? Qoyil. Uddaladik. Yaxshi. Ahvolingiz yaxshimi? Hammasi joyida. Qani? Yaxshi. Zo'rbada. G'arq bo'lishimga sal qoldi. Juda oshirib orasan-da. Bu yoqqa yuramiz. To'xtanglar, sochiqni qayerdan olamiz? Sochiq? Biz qurol topishimiz kerak. Sekinroq. Eshikdan kiramiz, eshik.
Bir eshikning ortida hayot bor, ikkinchisining ortida mamot. Qaysi eshikdan kirish kerakligini ilgari bilardim. Hozir eslolmayman. Sizlar menga bitta savol berishingiz mumkin. Yaxshi. So'rayvering. Faqat men yolg'onchiman. Bo'pti. Agar biz undan qaysi eshik xavfsiz ekanini so'rasak-chi? Alda boshqasini ko'rsatadi. Nima? Ha, yoki aksinchami? Bilmadim unda. Vaqtingiz tugadi. Yaxshi. Menda savol bor. Nima uchun mana bu yerga o'lim keltiruvchi eshik qo'yilgan? Qo'lingni tort. Bu bilan nimaga erishmoqchisan? Nima demoqchisan o'zi? Nega yolg'on gapirasan? Boshqalarni o'limidan quvonasanmi? Tegma, faqat qizlar Bor. tegishi mumkin Yo'qol. menga. Menimcha bizga boshqa eshik kerak. Shahzoda qayerdalar? Trolllar hujumidan keyin uni hech kim ko'rmaganmish. Tojdorlik marosimiga kechikishni uyatli deb hisoblayman. Boshmog'im oyog'imni siqib yubordi. A'lo hazrat qirollar, qirolichalar hamda oliyjanob xonimlar va janoblar, fusunkorlik timsoli, billur kovush tanlovi malikasi, tullar yog'dusi, qirolicha yetim qiz tashrif buyurdilar. Voy, qaranglar. Uni hech kim 200 yosh deb o'ylamaydi. Hoynahoy to'g'ri plastik operatsiyadan kelayotgan bo'lsa kerak. Wendell qani? Bu qirolning yotoqxonasi. Malika hozir xurrak yotib uxlayotibdi. Agar his-tuyg'ularim aldamayotgan bo'lsa, shahzoda keyingi xonada bo'lishi kerak. Bu yoqqa. Yanglishma shekilli. Yopishga yordam berib yuboring. Yaxshi. Mana bu eshikni ham ko'raylik-chi. Bu mehmonlar uchun ajratilgan xona. Yo'q. Bu malikaning xos xonasi. Nima bu? Nimani aytyapsan? Xo'sh, bu nima? Nima bo'ldi ekan? Ha. Qaranglar, ko'zgular-ku. Mana men topdim. Bu o'sha sayyohlar ko'zgusi. Manhattan. Uyga qaytsak ham bo'ladi, Virginia. Yur, imkon borida ketvoraylik. Yur, ketaylik. Ilojim yo'q. Nega axir? Burvoy og'ayni uni qaytishga ko'ndirib ber. Men nima deyman? Men avval uni ko'rishim kerak. Nima uchun? U onang emas, biz ilgari ko'rgan Kristina emas. Sizingizcha, bizni taqdirning o'zi haydab keldi. Ko'zguning bunga daxli yo'q. Qayta bizni uchrashishga da'vat etdi. Ketishni iloji borida ketib olaylik. Men uni ko'rishim kerak. Sening tilaging ado etildi. Farmoningizni bajardim, hazrati oliyalari. Barakalla. Nima? Ular sizga xalaqit bermasliklari uchun to'g'ri shu yerga boshlab kelishga qaror qildim. Nega bunday qilding? Hammasi oddiy, Virginia. Hop, men malikaning mulozimiman. Kristina, bu yerda nima qilyapsan? Bizni tanimayapsanmi? Sizlarni umrimda birinchi bor ko'rib turishim. Bekorlarni aytibsiz. Men Virginiyaman. Kristina, menga bunday qarama. Ko'zlaring bilan teshib yuboray deyapsan-ku. Toniman. Sizlarni tanimasligimni aytdim.
Oyijon, siz bilan Nyu-Yorkda birga yashaganmiz. Meni chalg'itish uchun jodu qilyapsizlar. Qirolicham, Ha. Meni qiz bilan xoli qoldiringlar. Buni esa zindonga tashlab yonimga Vandalni olib kel. Bo'ri. Oshxonaga bor. Mening ko'zgularim sen haqingda allaqachon xabar berishganda, lekin birontasi yuzingni ko'rsata olmadi. Buning boisi nimada? Jodugarga o'xshamaysan. Saxovatli arvoh seni nazarimdan to'sib turganmidi? Himoyaching kim edi? Men sizning qizingizman. Mening farzandim yo'q. Nega meni tashlab ketdingiz? Tug'ilishingni istamagan edim. Shuni ham tushunmadingmi? Buni sezmaganmiding? Yuraging his etmaganmidi? Sen men uchun yoqimsiz eding. O'zingni kim deb o'ylab yuruvding? Ammo hissiyotlaring seni aldamagan edi. Sen notavansan. Tuban. Bir tentaksan. Yur. Ko'zguda husn talashamiz. Mening ko'zgularim faqat rost so'zlaydi. O'zingni mendan ko'ra go'zalroq deb bilasanmi? Qara. Ko'zgudan so'raymiz. Qani ko'zgu, bizga boq. Nima qilyapsiz meni? Kim hammadan suluvroq? Nima qilyapsiz o'zi? Yo'q! Meni hayratga solyapsan. Bu yerga nega kelding? Sizni topish uchun. Siz bilan gaplashib, ko'nglimni yumshatish uchun. Meni o'ldirish uchunmi? Yo'q. Unday emas. Men o'zim seni o'ldiraman. Hoziroq, shu yerda. Yaqinlashmang. Nimani qidiryapsan? Mana buni emasmi? Menga hammasi ayon. Ahmoqona rejalaring. Opog'oyga ishonganmiding? U vafot etgan. U o'lik. Shuning uchun ham seni almisoqdan qolgan usul bilan meni o'ldirishga yuborgan. Taroq zaharlanganmi? Yo'q. Kichkina yolg'onchi. Agar bu bilan sal tirnasang bormi? O'sha zahotiyoq jon beraman. Lekin juda chiroyli ekan. Nahotki meni hech qachon sevmagansiz? Yo'q! 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 U men emasman. Yo'q!
Qirolicham, oshxonadan xabar olishingizni so'rashyapti. Qizni olib borib qamab qo'y. O'zim uni keyin nobud qilaman. Nimalar deyapsiz? Boshqalarni nima qilmoqchisiz? Ayting. Meni nima qilmoqchi bo'lgan bo'lsang, shunday qilaman. Virginia, Dada, qalaysan? Ahvoling yaxshimi? dada. So'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Ahvoli chatoq. Unga nima bo'lgan? U jinni bo'lib qolgan. U jinni bo'lib qolgan. Ruhiy kasal. Bizni tashlab ketishdan avval aqli zaif bo'lib qolgan. Onang uydan chiqib ketgan oqshomda qanday fojia yuz berganini hech qachon senga aytmagandim. Buni senga qay til bilan aytardim? Ayta olmasdim. Nima bo'lgandi o'shanda? U seni cho'ktirib yubormoqchi bo'lgan. Men bunga ishonmayman. Bunday bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Agar 2 daqiqaga kechiksam, seni ko'ra olmas edim, qizim. Tilingni osiltirma. Kallangni likillatishni bas qil. Men o'z ma'ruzamni yodlayapman. Hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi. Shu ish bitsa, har kuni ilikli suyak yeysan. Sen? Ular uchrashmasliklari kerak. Bohir, men-ku. Qirolicham, mehmonlar bezovtalana boshlashdi. Uni maxfiy xonaga olib bor. Ishimni oxirigacha yetkazishim kerak. Qirollik bizniki bo'ladi. Seni imtihondan o'tkazishadi. Malika yetim qizdan ehtiyot bo'l. U juda xavfli dushman. Qimirlama jinday. Ha. Ha. Hammasi aytganingizdek bajarildi. Hazrat oliyalari, farmoyishingizga binoan dunyodagi eng kuchli zaharni tayyorlab bo'ldik. Isi bilan xushbo'y. Zahar? U zahar dedimi? Biz uni qovoq sho'ra debmiz. Sen uni tatib ko'rganing yo'qmi? Yo'q, hazrat Bu oliyalari. holda bu dunyodagi eng dahshatli zahar ekanini qayerdan bilding? Xo'sh, qayerdan? Qani? Tatib ko'r. U rostdan ham qovoq sho'rva emas ekan. Qaranglar, u til tortmasdan o'lib qoldi. Qopqonlarga ham zaharlangan pishloq qo'yib tashlasa, alvido baxtli o'tgan damlarimiz. Mening makkor qashqirvachcham bunchalik sodiqligingga ishonmagandim. Sen meni qamoqdan qutqargansan, men esa sodiq bo'lishga ont ichganman. Bo'rilar qasamiga xiyonat qilmaydi. Bugun oqshomda men 9 ta qirollik hukmdoriga aylanishim bilanoq bo'rilarni maxfiy mirshab qilib tayinlash to'g'risida farmon beraman. Sen ularning boshlig'i bo'lasan. Men boshliqman.
Tinchlik saqlashni so'rayman. 4-qirollikning bo'lg'usi qirolini kutib oling. Saltanatimiz yulduzi, shu kunning qahramoni, qirolligimizning faxri, eng a'lo voris valiahd Vendel, u inson Oppog'oyzoda hazratlari. Vendel? Mishmishlarga qaraganda boshingga juda ko'p tashvishlar tushganmish. Shu gap rostmi? Aslo. Qirollikda uzoq vaqt sayohatda bo'ldim. Shu xolos. Shunday. Qoyil, bo'rilarga boshliq bo'lsam, qishloqlarda Qashqirnomi qonunini o'rnataman. Dehqonlarning sho'rini quritaman. O, ma'zur tutasiz, ajal sharobi. Mana, ajoyib. Podachi qizlar qo'ydi, bo'g'izlanadilar. Bu malika yetim qiz uchun. Juda soz. Mana bunisi esa... Mana buni qara. Bu yozuvni ko'rib qolganimda ko'zlarimga ham ishonmagandim. Grim? Ertakchi Grim? Tasavvur qilgina, ertaklar to'qima emas ekan. Ular hayotda bo'lib o'tgan. U 200 yil avval shu yerda bo'lgan ekan. Aka-uka Grimlarning ertaklarini eslaysanmi? Kichkinaligingda ularni senga o'qib bergandim. Xushqo'nmas bargini yeydigan xo'tik ertagini. Yo'q, xuddi Vinni momiq ertagidan. U yerda nima deb yozilgan? Bilmasam, yozuvi nemischa ekan, tushunolmadim. Men nemischani bilaman. Men ham bilaman. Nemis tilida pishloq deyishni ham bilaman. Bizning bobo kalonlarimiz nemis tilini shaxsan Wilhelm Grimmdan o'rganganlar. Qanday g'aroyib, nemis tilini biladigan sichqonlar. Bo'pti. Bu yerda nima deb yozilgan? Qani tezda dastakda buray. Yo'q, dastak emas, Murvat. Dastak nemischasiga klinke bo'ladi. Bu yerdan chiqib ketish uchun Murvatni burash kerak. Va chiqib ketish uchun? Murvatni? Bu yerda unaqa narsa yo'q. Halqalarni aylantiramiz. Ana u yerda yana bittasi bor. Qarab ko'rchi. Tezroq. Qara. Tezroq qochaylik. Balki hali ulgurarmiz. To'g'ri. Faqat sizlargina 9 qirollikni qutqara olasiz. Sizlarga omad tilaymiz. Bu sizlarga asqotadi. Minnatdormiz. Shahzoda hali balog'atga yetmagan vaqtida davlat bizning boshqaruvimiz ostida edi. Ammo u qirol bo'lishidan oldin o'zini jasur, dono va kamtarin ekanligini hammani oldida isbotlab berishi lozim. Birinchi sinovni boshlashga ijozat etasizlar. Vendel. Men Xazon Rezgiman, elflar qirolichasi. Bugun seni zimmangga mas'uliyat yuki tushmoqda. Xo'sh, menga aytchi. Sen o'zingni bizning safimizga qo'shilish uchun yetarli darajada jasurman deb o'ylaysanmi? Biz uni doyurakligini sinashimiz lozim. Ha, bizga o'z jasoratingdan so'zla. Qahramonligingni isbotla. Jasoratingdan so'zla. Trollar podshosi mamlakatimizga bostirib kirdi. Men uni olishuvga taklif etib, unga kallavaramsan dedim. Ma'lumki, u vahshiy devlardan edi. U qilichini qinidan sug'urdi va jang boshlandi. Shunda men 4 oyoqlab turib, irillay boshladim. U menga tashlanishi bilan uni qopib oldim. Keyin esa men uni girbonidan olib, kekirdagini g'ajib tashladim. Ofarin! Qanday yirtqichona jasurlik. Ofarin. U birinchi sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi va endi u doyurak podshoh. Barakalla, qoyil! Barakalla.
Qurolni oling. Nega olarkanman? Axir men urushishni bilmayman-ku. Qurollanib oling, dedim, dada. Ha, navbat ikkinchi imtihonga. Qirolicha Qizil Qalpoqcha 3-chi, Hazrati Oliyalari 2-chi qirollik malikasi. Oxirgi sayohating davomida qanday donishmandlikni kashf etding? Donishmandligimning ifodasi anchayin jumboqlidir. Men hamma yerlarni izg'ib, barcha butalarni iskab, yerda chuqurcha kavlab, so'ngak topdim. So'ngak? Ha, bir dunyo so'ngak. Ilikli ustixon topdim, lekin ulardan faqat bittasinigina oldim. Qolganini yana ko'mib qo'ydim. Hammasini ko'mib qo'ydim. Tushunarlimi? Nihoyatda ma'nodor so'zlar. Ha? Demak, urush ehtimoli uchun harbiy zaxiralarni ko'paytirishimiz kerak. Qanday dohiyona fikr. Ha. U ikkinchi imtihonni ham uddaladi. Dono Vendel. Ajoyib. Ajoyib. Tasanno. Barakalla. Qoyil. Endi qayoqqa? Mana bu tomonga. Yo'q, mana bu yoqqa boramiz. Yo'q. Sen aytganlarimni teskarisini qilish uchun avval so'rab olyapsan, ha? Bilasanmi, ba'zan ikkilanib qolaman. Yarim tun yaqinlashmoqda. Qadimiy an'anamizga ko'ra xonimlarimizdan malika yetim qiz raqsiga tayyorlanishlarini so'rayman. Nima? Meni qarib qolgan deb o'ylayapsizmi? Qo'yvoring. Qirol sharafiga qadah. Marhamat, ko'k soqol hazratlarim. Sizni qadahingiz olavering. Bu sizniki. Marhamat. Ha. O'zingni g'alati tutyapsan. Nimadandir bezovtamisan? Siz yarim tunda uyga qaytishingiz kerak emasmi? Belim chiqib ketdi. Yordam ber. 200 yoshimni hurmat qil. Belimni tiklab qo'y. Kechiring. Nima bu? Qirol qadah so'zi aytadi. Ha. Qadahdan olinglar, qirolimiz nutq irod etadilar. Bu yoqqa. Bu menimcha asosiy xonaga chiqish yo'li. Eshik ichkaridan qulflangan shekilli. Vaqtimiz juda ham oz, itaring. Ha, la'natga uchragurlar. Bu o'shalar. Tiriklayin qo'lga olinsin. Voy iblislar! Qochdik! Tezroq! Tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Ey, nima qilyapsan? Berk. Shoshmang, men o'zim. Bo'pti, sen urinib ko'r, men mushtlashib turaman. Yo'q, sizni o'ldirib qo'yishadi. Mendan tashvishlanma. Shahzodani qutqar. Eshikni sindir. Meni kutma. Ularni chalg'itib turaman. Agar uni huquqini shubha ostiga olmasangizlar, Shoshmang.
Meni savolim bor. Savol? Haqiqatdan ham Shahzoda Vendelmisan? Oppog'oyning nabirasi. Qirol bo'lishga munosib valiahd senmisan? Men mag'lub bo'lmas trollar olg'a. Hoy! Yo'q. Yo'q, men soxta qirolman. Men shahzoda emasman. Men shunchaki oddiy. Men buyuk bo'la olmayman. Mag'lub bo'lmas trollar olg'a! Oppog'oy kabi mashhur bo'lish hammaga ham nasib qilavermaydi. Men oddiy laychaman. Men boshlovchi emasman. Men dahshatmasman. Menga o'z ishim yoqadi. Men tojdan bosh tortaman. Men bunga munosib emasman. Men munosib emasman. Lanat! Nasibingni ol. U 3-sinovga ham dosh berdi. Kamtarlikni namunasini ko'rsatdi. Ofarin. U barcha imtihonlardan o'tdi. Ana endi unga toj kiydiramiz. Virginia! Qirol Vendel! Qirol Vendel! Uzoq va baxtli yasha! Qirol Vendel! Qirol Vendel! Uzoq va baxtli yasha! Qirolimiz gapiradilar. Ovozing chiqsa, o'lasan. Ma'ruza qiladigan vaqtingiz bo'ldi, a'lo hazrat. Qirolimiz gapiradilar. Tinchlik uchun va barcha ilikli suyaklar uchun. Tinchlik uchun va barcha ilikli suyaklar uchun. Menimcha hammani qoyil qoldirdim. Zahar. Tirik qolganlar bormi? Yo'q.
Sen juda qaysar chiqib qolding. Siz meni o'ldirasizmi? Yo'q, qo'yib yuboraman. Lekin bilmadim, shu shartmikan? Bilasiz. Ket. Imkoning borida jo'nab qol. Meni tinch qo'y. Yo'q. Sen shahvoniy hirs mevasisan. O'shanda yo'q o'lishing kerak edi. Nimalar deyapsiz? Odam o'z farzandi bilan ham shunday gaplashadimi? O'ldir uni. O'ldir yoki o'zim tugatib qo'ya qolaman. Yo'q! Unday qilmang. Oy! Baquvvat ekansan. Zaharli. Taroqda tirnading. Kechiring. Yo'q. O'tiraman. O'lmang. O'zligingizga qayting. Endi kech. Kerak emas. Jajji qizgina. Qizalog'im. Ruhim endi yengil tortdi. To'xtang, ketmang. To'xtang. Ey Xudoyim. Bu yerda nimalar bo'ldi? O'zim ham esdan ozguncha ichibman shekilli. Voy! Nima bo'ldi? Nimalar bo'lyapti? Ular nega o'lishmadi? Voy boshim! Ularning hammasini zaharlading deb o'ylovdim. Yo'q, bu trollarning sehrli kukuni. Hamma narsa haqiqiydek ko'rinishi uchun zahar o'rniga o'shani qo'shgan edim. Seni aldiganim uchun kechir. Qani Vandal olg'a. Bor. Hamma ish ko'ngildagidek. Men qaytdimmi? Men qaytdim. Qoyil!
Salom. Uyg'onishingni rosa kutdim-a. Naqd 2 kun uxlading. Shunchalik charchayman deb o'ylamagandim. Nimalar qilib qo'ydim? Seni gunohing yo'q. O'zingni ayblama. Chunki bu mening qismatim. Virginia. O'zingni qiynama. Yo'q. Xonimlar va janoblar, bolalar va qizlar, qirol Vendelni olqishlaylik. Hozir esa dahshatli xatar oldidan ko'rsatgan qahramonliklari va jasoratlari uchun men o'z do'stlarimni qirollikning oliy mukofoti bilan taqdirlayman. Avvalambor mening vaqtinchalik xizmatkorim Antonina. Fuqarolarim, do'stimga bir qarang-a. U endi o'sha lapashang, zaif latta emas. Rahmat. Har qanday to'qnashuvlardan qochib yurgan qo'rqoq ham emas. Shunday ekan, Sal oshirib yubormading. xudbinlik, hasad va ochko'zlik endi unga begonadir. Vendel, nishonni ber. Ha. U haqiqiy qahramonga aylandi. Dunyoda Antonidek jasur inson yo'qdir. U jasur. Bu jafokash it uchun esa mening hunarmandlarim maxsus bo'yinbog', nishon tayyorladilar. Ko'ppak endi to'ygunicha suyak g'ajib, oltin uyada yashaydi. Yaxshi unga qo'l tekkizmaganim ma'qul. Tag'in falokat bosib, kuchuk bo'lib qolmay. Endi bo'rining navbatim. Shunday, menda unga atalgan nishon yo'q. Voy padarlanat, nonko'r ekansan. Buning o'rniga men barcha bo'ri zotiga shohona af e'lon qildim. Bugundan boshlab bo'rlar qahramonlar deb e'tirof etiladilar. Bo'ri 9 qirollik xaloskori. Bunga afsus qilmaysiz, bizga gap yo'q. Virginia. Menga bergan yordamlaring hamda alamli yo'qotishlaring uchun senga qanday minnatdorlik bildirsam ekan? Men 7 yosh paytimda oppog'oy bu g'unchani qasrni tark etib ketayotgan kunida vaqt kelib uni yana qayta ko'rishimni aytgan edi. Vaholanki uni qaytmasligi aniq edi. So'zlarning ma'nosini men ana endi tushunib yetdim. Men kichkina qizcha vaqtimda sizning yopinchig'ingiz bo'lganini eslayman. Xonamga kirib kelishlaringiz, atringiz hidi va o'sha mo'yna bilan yuzlarimni siypalaganlaringiz esimda. Siz meni yaxshi ko'rishingizni bilardim. Serial davomini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Men bir umrga kichkina qizchangiz bo'lib qolishni istardim.
Antoni, men senga ish taklif qilmoqchiman. Rahmat. Lekin Yo'q, menga yangi qasr qurib bersang degan edim. qasr? Axir men me'mor emasman-ku. Yo, oddiy qasr emas. Ot o'yinli tomoshaxona. Senga unvon, yer, yuzlab xizmatkor beraman. Istagan narsangni so'ra. Yo'q, hazrat oliylari. Axir men bu yerda ilm ashyo ishlab chiqarmoqchi emasman. Siz mendan sanoat inqilobini talab qilyapsiz-ku. Xonim, bu yoqqa xonim. Benazir. Marhamat. Xo'sh. Ko'ngillari nimani tusaydi? Biror nima yeb olishing kerak. Bo'lmasam-chi? Xo'p, yaxshim. U holda baliq yeyman. Baliq. Ha, baliq. Dasyot. Bizga darhol baliq keltiring, iltimos. Yangi baliq bo'lsin. Rahmat. Tashakkur. Ishlar qalay? A'lo. Rost. Unda zo'r. Uzoq kunlik ayriliq barham topdi nihoyat. Bu meni nikoh uzugim-ku. Zavol bilmas kuylovchi uzuk. Bu taqdir. Uni barmog'ingga taq. Taqa qol. Yaxshi, uni shunchaki o'lchab ko'raman. Erli xotinmasman-ku. Buni to'g'rilash mumkin. Baribir bolamizga ota kerak. Men bola tug'moqchi emasman. Endi kech bo'ldi-yu. Qaysi ma'noda? Qorningda mitti bo'rivachcha o'sib kelyapti. Mittigina, tikdor va yoqimtoy. Xuddi menga o'xshaydi. Faqat kichkinagina. Bo'rilar boshqa narsalarni isidan sezishadi. Rostdanmi? Buni aniq bilaman. Bo'rining so'ziga aslo shubha yo'q. Sen ona bo'lyapsan. Ko'ngling qilgin to'q. Men u yerda bo'lganman. Haqiqatan ham qolmoqchimisiz? Ha, Nyu-Yorkka qaytib yana farroshlik qilaymi? Undan tashqari o'g'irligim uchun men qidiruvdaman. Bir necha haftaga qolaman xolos. Faqat uzoq qolib ketmang. Sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Kichkinaligingda meni dadajonim derding. Tayyormisan? Ha. Ko'rishguncha, buvajonisi. Buvajonisi? Biz bo'ri bilan uzoq va baxtli hayot kechirdik. Sarguzashtlarimiz esa qirollikdagi yangi inqirozlar tufayli uzilib qoldi. Lekin bu boshqa qissa. Mening hikoyam esa yakun topdi. Har bir o'tgan kuning mehr-muhabbatga to'la bo'lsa, umr baxtli kecharkan. Hattoki u qisqa bo'lsa ham. Mening ismim Virginia. Men o'rmon chekkasida yashayman. Mana 10-qirollik haqidagi birinchi hikoyam poyoniga yetdi. asilmedia.net saytidan yuklab oling. Film Nurafshon TV telekanali buyurtmasiga binoan Global Dub studiyasida dublyaj qilindi. Filmga aktyorlardan Mohira Nurmatova, Hoji Akbar Komilov, Elbek Mirzohidov, Akmal Soipov, Dilbar Abdukamolova, Sayfiddin Fayziyev va Otabek Rahmatovlar ovoz berishgan.
Dublyaj rejissyori Dilmurod Abdulhamidov. Ovoz rejissyori Bunyod Shuhratov. Muharrir Sunnatilla G'ulomov. Prodyuser Murodilla Toshmatov. I wish on a